Bugun men juda muhim bir mavzuni ochiq va aniq tushuntirib bermoqchiman. Tomoshabinlarga minnatdorlik bildirish va izohlarda savol berish madaniyati. Bu oddiy gapdek tuyulishi mumkin, lekin aslida bu kanalning sifati. Siz oladigan javoblarning aniqligi, hatto boshqa odamlarning muammosi hal bo'lishiga ham bevosita ta'sir qiladi. Agar siz videolarni ko'rib, mening holatim ham shunga o'xshaydi, lekin bitta joyi boshqacha deb o'ylagan bo'lsangiz, demak bu ma'lumot aynan siz uchun juda muhim. Avvalo, sizlarga chin dildan rahmat aytaman. Videolarni ko'rib borayotganingiz, like bosayotganingiz, fikr bildirayotganingiz, xatolarni ko'rsatayotganingiz va eng muhimi, savollar berayotganingiz uchun minnatdorman. Chunki men kanalni shunchaki video joylash uchun emas, odamlar real hayotda duch kelayotgan muammolarni tushunib to'g'ri yo'l topish uchun yuritaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot ko'proq odamlarga yetib borishi kerak. Ayniqsa izohlarda savol beradigan har bir tomoshabin bu videoni albatta ko'rishi kerak. Oldin odamlar ma'lumot olish uchun ko'pincha tanish bilishdan so'rardi. Masalan, biror hujjat masalasi bo'lsa mahalladagi kimdandir maslahat olardi. Ish, pul, xizmat, shartnoma, qarz, jarima, internet, texnika. Sog'liq yoki ta'lim bilan bog'liq savollar bo'lsa, falonchi shunaqa degan, pistonchi shunaqa qilgan ekan degan gaplarga ishonardi. Bu usul ba'zan yordam bergan, lekin ko'pincha odamni chalkashtirgan. Chunki har bir holatning o'z tafsiloti bor. Bir odamga to'g'ri kelgan maslahat boshqa odamga zarar qilishi mumkin. Hozir esa vaziyat o'zgardi. Endi YouTube ijtimoiy tarmoqlar, izohlar, jonli efirlar va messenjerlar orqali odam bir necha daqiqada savol berishi mumkin. Bu juda katta imkoniyat. Lekin shu bilan birga katta mas'uliyat ham bor. Chunki savol noto'g'ri yozilsa, unga berilgan javob ham umumiy bo'lib qoladi. Savolda muhim tafsilotlar bo'lmasa, ekspert ham aniq yordam bera olmaydi. Men ko'p marta shunday holatni ko'raman, tomoshabin nima qilsam bo'ladi deb yozadi. Lekin nima bo'lgani, qachon bo'lgani, qaysi hujjat borligi, qaysi davlat yoki shahar haqida gap ketayotgani, muammo kim bilan bog'liqligi yozilmagan bo'ladi. Natijada men ham, boshqa bilimli tomoshabinlar ham to'liq javob bera olmaymiz. Shuning uchun bugungi videoda men sizga izohlarda qanday savol berish kerakligini, qanday savollar foydali bo'lishini, qaysi ma'lumotlarni yozmaslik kerakligini, qachon izoh yetarli bo'lishini va qachon alohida mutaxassisga murojaat qilish zarurligini batafsil tushuntiraman. Bu nafaqat sizga, balki sizdan keyin shu izohni o'qiydigan yuzlab odamlarga ham yordam beradi. Men tomoshabinlarga minnatdorchilik masalasiga to'xtalmoqchiman. Sizning har bir izohingiz kanal uchun muhim. Kimdir rahmat foydali bo'ldi deb yozadi, kimdir men ham shunday holatga tushganman deb tajribasini bo'lishadi. Kimdir esa bu yerda bitta narsani qo'shimcha qilish kerak deb aniq fikr bildiradi. Bularning barchasi kanalni tirik qiladi. Chunki YouTube algoritmi uchun ham izoh va like juda muhim. Agar video ostida faol muhokama bo'lsa, platforma bu mavzu odamlarga kerak ekanini tushunadi va videoni ko'proq odamlarga tavsiya qiladi. Masalan, bir video 1000 marta ko'rilgan, lekin unda atiga o'tita izoh va 20 ta like bo'lsa, YouTube uni kuchli tavsiya qilmasligi mumkin. Boshqa video esa 1000 marta ko'rilib, 10 ta like va 60 ta izoh olsa, tizim bu video odamlarni qiziqtiryapti deb hisoblaydi. Natijada bu video yana 5000 bilgin yoki undan ham ko'proq odamga yetib boradi. Demak, siz bosgan bitta like va yozgan bitta izoh boshqa odamning muammosi hal bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Endi savol berish masalasiga o'tamiz. Savol berishda eng muhim qoida vaziyatni qisqa, lekin yetarlicha aniq yozish. Masalan, menga yordam bering degan izoh juda umumiy. Buning o'rniga shunday yozish foydaliroq. Men 2023 yilda shartnoma asosida xizmat olganman. 2 million so'm to'laganman, lekin xizmat to'liq bajarilmadi. Qo'limda to'lov cheki va Telegram yozishmalari bor. Endi pulni qaytarish uchun qayerga murojaat qilsam bo'ladi? Mana bunday savolga ancha aniq javob berish mumkin. Yana bir misol. Kimdir yozadi, meni aldashdi, nima qilaman? Bu savolga javob berish qiyin. Chunki aldash qanday bo'lgan? Pul o'tkazilganmi? Naqd berilganmi? Naqd berilganmi? Shartnoma bormi? Guvoh bormi? Qachon sodir bo'lgan? Qaysi ilova yoki platforma orqali bo'lgan? Agar tomoshabin shunday yozsa, men internet orqali telefon sotib olmoqchi bo'ldim. Sotuvchi 1 million 500 ming so'm oldindan karta orqali o'tkazishimni so'radi. Pulni 2 mart kuni o'tkazdim, lekin telefon yuborilmadi, sotuvchi javob bermayapti. Kartaga o'tkazma skrinshoti bor. Bu holatda ariza yozsam bo'ladimi?
Bunday savolda asosiy ma'lumotlar bor va unga aniqroq yo'l ko'rsatish mumkin. Kimlar izohlarda savol berish kerak? Birinchidan, videodagi mavzu sizning holatingizga o'xshasa, lekin biror tafsiloti farq qilsa, albatta savol bering. Ikkinchidan, siz videoda ayt qadamlarni tushungan bo'lsangiz ham, qaysi tartibda boshlashni bilmasangiz, savol bering. Uchinchidan, sizda hujjat bor, lekin u yetarlimi yoki yo'qmi bilmasangiz, umumiy tarzda so'rashingiz mumkin. Masalan, qo'limda shartnoma nusxasi va to'lov cheki bor, lekin dalolatnoma yo'q. Shikoyat qilish uchun shu hujjatlar yetarlimi? Bu foydali savol. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar sizning savolingiz oddiy tushunmovchilik bo'lsa va video ichida javobi allaqachon berilgan bo'lsa, avval videoni oxirigacha ko'ring. Ko'p hollarda odamlar videoning 2 daqiqasini ko'rib, darhol savol yozadi, lekin javob 6 yoki 8 daqiqada aytilgan bo'ladi. Men buni tanqid qilish uchun emas, vaqtni tejash uchun aytyapman. Chunki siz videoni oxirigacha ko'rsangiz, nafaqat javob topasiz, balki keyingi xatolardan ham saqlanasiz. Yana kimlar ehtiyot bo'lish kerak? Shaxsiy ma'lumotlari ko'p bo'lganlar. Izohlarga pasport raqam, telefon raqam, bank karta raqami, yashash manzili, shaxsiy identifikatsiya raqami, shartnoma raqami, sud ishi raqami kabi ma'lumotlarni yozmang. Chunki izohlar ochiq joy. Uni faqat men emas, hamma ko'rishi mumkin. Firibgarlar ham ko'rishi mumkin. Masalan, siz mana mening telefon raqamim, menga qo'ng'iroq qiling deb yozsangiz, ertaga sizga o'zini mutaxassis deb tanishtirgan noma'lum odam qo'ng'iroq qilib pul so'rashi mumkin. Shuning uchun ochiq izohda hech qachon shaxsiy xavfsizlikka zarar yetkazadigan ma'lumot yozmang. Hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi vaziyat, odam kredit olgan, keyin ishidan ayrilgan, to'lov kechikkan. U izohda kreditim bor, qamalamanmi deb yozadi. Bu juda umumiy savol. To'g'ri savol bunday bo'ladi. Men bankdan 20 million so'm kredit olganman. 6 oy to'ladim. Oxirgi 2 oyda ish yo'qligi sababli to'lay olmadim. Bank ogohlantirish yubordi. Men hozir to'lovni bo'lib davom ettirmoqchiman. Bank bilan qayta kelishuv qilish mumkinmi? Bu savolda summa, muddat, kechikish, maqsad hozirgi imkoniyat bor. Shunga qarab foydali maslahat berish mumkin. Ikkinchi vaziyat. Ish haqi berilmayapti. Ishxonam pul bermayapti deyish. Savol quyidagicha bo'lsa yaxshi. Men 4 oy kafeda ishladim. Rasmiy shartnoma tuzilmagan, lekin ish jadvali va Telegramdagi yozishmalar bor. Oxirgi oy uchun 2 million so'm ish haqqimni bermayapti. Men qayerga murojaat qilsam bo'ladi? Bu yerda muammoning mohiyati tushunarli bo'ladi. Uchinchi vaziyat, uy ijarasi. Kimdir uy egasi meni chiqarib yuboryapti deb yozadi. Lekin ijara shartnomasi bormi? To'lov vaqtida qilinganmi? Ogohlantirish berilganmi? Uy egasi nima sabab aytyapti? Bular muhim. To'g'ri savol shunday. Men 1 yilga uy ijaraga olganman, yozma shartnoma bor. Har oy 2 million so'm to'lab kelganman. Shartnoma tugashiga 4 oy bor. Uy egasi ertadan chiqib ketdi deyapti. Sababini aniq aytmayapti. Men qanday yo'l tutishim kerak? Ana endi savol mazmunli. 4-vaziyat, onlayn kurs, xizmat yoki mahsulot. Odam 500 ming so'm, 1 million so'm yoki 5 million so'm to'lagan bo'lishi mumkin. Agar xizmat va'da qilingandek bo'lmasa, izohda pulimni qaytarib olamanmi deb yozish o'rniga. Men onlayn kurs uchun 1 million 200 ming so'm to'ladim. Reklamada 3 oy davomida dars va mentorlik bo'ladi deyilgan. Lekin 2 haftadan keyin guruh jim bo'lib qoldi. To'lov cheki va reklama skrinshotlari bor. Avval kimga yozishim kerak deb yozing. Shunda sizga bosqichma-bosqich yo'l ko'rsatish mumkin bo'ladi. Endi istisnolar, nozik jihatlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan xatolar haqida gaplashamiz. Birinchi nozik jihat. Izohdagi javob hech qachon to'liq individual maslahat o'rnini bosa olmaydi. Men izohda umumiy yo'nalish, ehtimoliy qadamlar va ehtiyot choralarini aytishim mumkin. Lekin hujjatlarni ko'rmasdan, barcha tafsilotlarni bilmasdan turib, aniq yakuniy xulosa berish xavfli. Chunki bir jumla yoki bitta sana butun vaziyatni o'zgartirib yuborishi mumkin. Masalan, lekin shartnomada javobgarlik shartlari qanday yozilgan? Pul qaytarish bandi bormi? Muddat aniq ko'rsatilganmi? Tomonlarning imzosi bormi? Muhr kerak bo'lgan joyda muhr bormi? Shartnoma elektron shakldami yoki qog'ozdami? Mana shu tafsilotlar juda muhim. Shuning uchun men har doim aytaman. Izohda umumiy maslahat, lekin katta pul, sud, qarz, meros, uy-joy, jiddiy jarima yoki jinoyat alomatlari bor masalada albatta hujjatlar bilan mutaxassisga murojaat qiling. Ikkinchi nozik jihat, hamma savolga darhol javob berish imkoni bo'lmasligi mumkin. Men buni ochiq aytaman. Kanal kattalashgani sari izohlar soni ham ko'payadi.
Ba'zi videolarda 200 ta, 200 ta, hatto undan ko'proq izoh bo'lishi mumkin. Men imkon qadar ko'proq savolni o'qishga harakat qilaman. Lekin ba'zi savollar takror bo'ladi. Ba'zilarida ma'lumot yetmaydi. Ba'zilarida esa masala juda murakkab bo'ladi. Agar savolingizga javob bo'lmasa, xafa bo'lmang. Savolingizni aniqroq qilib qayta yozing yoki shu mavzuga aloqador yangi videoni kuting. Uchinchi nozik jihat izohda bahslashish madaniyati. Men har xil fikrlarga hurmat bilan qarayman. Siz men bilan rozi bo'lmasligingiz mumkin. Bu tabiiy. Lekin haqorat, kamsitish, millat, jins, kasb yoki shaxsiyatga tegish, yolg'on ayblovlar foydali muhokamani buzadi. Men bunday izohlarni qo'llab-quvvatlamayman. Chunki kanalning maqsadi urishish emas, muammoni hal qilish. Agar sizda qarshi fikr bo'lsa, uni dalil bilan yozing. Masalan, men bunga qo'shilmayman. Chunki amalda mana bunday holat bo'lgan deb yozsangiz bu foydali. Ammo siz hech narsani bilmaysiz degan izoh hech kimga yordam bermaydi. 4-nozik jihat. Boshqa tomoshabinlarning izohlariga ehtiyot bo'ling. Ba'zan izohlarda boshqa odamlar ham maslahat beradi. Ular orasida haqiqatan ham tajribali, bilimli odamlar bo'lishi mumkin. Lekin noma'lum odam bergan maslahatni tekshirmasdan bajarish xavfli. Ayniqsa kimdir menga yozing, hal qilib beraman. Falon pul yuboring. Mening tanishim bor. Buni hech kimga aytmang desa juda ehtiyot bo'ling. Firibgarlar aynan muammoga tushgan, shoshayotgan odamlarni izlaydi. Sizning og'riqli nuqtangizni bilib, tez hal qilib beraman deb ishonchga kirishi mumkin. 5-nozik jihat. Savolda his tuyg'u emas. Faktlar birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Men sizning dardingizni tushunaman. Albatta, odam aldansa, puli ketgan bo'lsa, ish haqi berilmasa unga og'ir bo'ladi. Lekin izohda faqat juda qiynaldim. Hammasi adolatsizlik deb yozsangiz, yordam berish qiyin. Faktlarni yozing. Qachon, kim, qancha, qanday kelishuv, qanday dalil, hozir qaysi bosqich. His tuyg'u ham bo'lishi mumkin, lekin qaror faktlar asosida qilinadi. 6-nozik jihat. Ba'zi savollarga ochiq izohda javob berish to'g'ri emas. Masalan, oilaviy nizo, voyaga yetmagan bola bilan bog'liq masala, tibbiy sir, bank ma'lumotlari, jinoiy ish, shaxsiy hayotga daxldor tafsilotlar bo'lsa, buni ommaga yozib yubormang. Bunday holatda umumiy savol bering. Menda oilaviy huquq bilan bog'liq murakkab vaziyat bor. Qaysi tashkilotga murojaat qilgan ma'qul? Yoki shaxsiy ma'lumotlarni oshkor qilmasdan qanday tartibda ariza topshirish mumkin? Shunda siz o'zingizni ham, yaqinlaringizni ham himoya qilasiz. 7-nozik jihat. Eski videolardagi ma'lumotlar vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Qonunlar, tartiblar, platforma qoidalari, bank shartlari, davlat xizmatlari, ariza topshirish usullari yangilanadi. Masalan, 2020 yilda ishlagan tartib 2025 yilda o'zgargan bo'lishi mumkin. Shuning uchun eski video ostida savol berayotgan bo'lsangiz, hozir ham shu tartib amal qiladimi deb so'rang. Men ham imkon qadar yangilangan ma'lumot berishga harakat qilaman. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Izohlarda savolni qanday yozish kerak? Men sizga oddiy, aniq va ishlaydigan tartibni beraman. Birinchi qadam. Muammoni bitta jumlada yozing. Masalan, men to'lagan pulimni qaytarib olmoqchiman. Ish haqimni bermayapti. Shartnoma bo'yicha xizmat bajarilmadi. Bank bilan kechikkan to'lov masalasi bor. Ikkinchi qadam, vaqtni ko'rsating. Qachon boshlandi? Qachon to'lov qildingiz? Qachon murojaat qildingiz? Qancha vaqt o'tdi? Sana juda muhim. Yaqinda demang. Imkon qadar 10 fevral kuni 2024 yil noyabr oyida 3 oy oldin deb yozing. Chunki muddatlar ko'p masalada hal qiluvchi ahamiyatga ega. 3-qadam, summani yoki miqdorni yozing, lekin shaxsiy ma'lumot bermang. Masalan, 2 million so'm to'ladim deyish mumkin. Lekin karta raqamini yozish mumkin emas. 5 oy ishladim deyish mumkin. Lekin ish beruvchining shaxsiy telefon raqamini ochiq yozmang. Shartnoma bor deyish mumkin. Lekin shartnoma raqamini va pasport ma'lumotlarini yozmang. 4-qadam. Qo'lingizda qanday dalil borligini yozing. Dalillar quyidagilar bo'lishi mumkin. Shartnoma, chek, bank o'tkazma skrinshoti, yozishmalar, audio yozuv, video, guvoh, e'lon skrinshoti, yetkazib berish kvitantsiyasi, ariza nusxasi, javob xati. Masalan, menda Telegram yozishmalari va to'lov skrinshoti bor degan jumla masalani ancha oydinlashtiradi. 5-qadam, hozirgacha nima qilganingizni yozing. Siz allaqachon sotuvchiga yozdingizmi? Bankka murojaat qildingizmi? Ish beruvchidan yozma javob so'radingizmi? Davlat xizmatiga ariza topshirdingizmi? Ichki ishlar organiga bordingizmi? Agar bularni yozmasangiz, sizga avval murojaat qiling deb maslahat berilishi mumkin. Lekin siz buni allaqachon qilgan bo'lishingiz mumkin. 6-qadam, aniq savol bering.
Nima qilaman? Umumiy. Avval qayerga murojaat qilay? Arizaga nimalarni ilova qilay? Yozma talabnoma yuborish kerakmi? Sudga berishdan oldin ogohlantirish xati yozish shartmi? Mening holatimda bank bilan qayta kelishuv so'rash mumkinmi? Bunday savollar aniq javob olish imkonini oshiradi. Agar hujjat yig'ish kerak bo'lsa, umumiy tartib shunday. Birinchidan, shaxsiy hujjatlaringizni tayyorlab qo'ying, lekin ularni izohga joylamang. Ikkinchidan, muammoga oid barcha yozishmalarni saqlang, ularni o'chirib yubormang. Uchinchidan, to'lov cheklarini alohida papkaga yig'ing. To'rtinchidan, voqealar xronologiyasini yozib chiqing. Qaysi kuni nima bo'ldi? Kim nima dedi? Siz nima javob berdingiz? Beshinchidan, agar ariza yozmoqchi bo'lsangiz, unda hissiyot emas, faktlar bo'lsin. Meni aldadi, jazolang deb emas. Falon sanada falon summa o'tkazildi. Kelishilgan xizmat bajarilmadi. Pulni qaytarish so'raldi, javob berilmadi deb yozing. Qayerga murojaat qilish masalasida esa vaziyatga qaraladi. Agar iste'molchi sifatida mahsulot yoki xizmatdan norozi bo'lsangiz, avval sotuvchi yoki xizmat ko'rsatuvchiga yozma talab bilan murojaat qilish foydali bo'ladi. Agar ish haq masalasi bo'lsa, mehnat inspeksiyasi yoki tegishli tashkilotlarga murojaat qilish ko'rib chiqiladi. Agar firibgarlik alomati bo'lsa, ichki ishlar organlariga ariza berish mumkin. Agar shartnoma nizosi bo'lsa, talabnoma muzokara, keyin sud tartibi ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin har bir holatda dalillar muhim. Izoh yozayotganda quyidagi namodan foydalanishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Mening vaziyatim shunday. 2024 yil dekabr oyida xizmat uchun 20 million so'm to'ladim. Xizmat aniq kun ichida bajarilishi kerak edi, lekin 1 oy o'tdi, bajarilmadi. Menda to'lov skrinshoti, yozishmalar va reklama e'loni bor. Avval pulni qaytarish haqida yozdim. Javob bermayapti. Endi qaysi tartibda murojaat qilsam bo'ladi? Mana shu shaklda yozilgan savolga javob berish ancha oson. Yana bir muhim maslahat, izohda hurmatni saqlang. Men buni faqat odob uchun emas, natija uchun aytyapman. Tinch, aniq va hurmat bilan yozilgan savolga odamlar ko'proq yordam beradi. Boshqa tomoshabinlar ham o'z tajribasini bo'lishadi. Ba'zan bitta izoh ostida juda foydali muhokama paydo bo'ladi. Kimdir qaysi tashkilotga borganini aytadi, kimdir qanday ariza yozganini tushuntiradi, kimdir qaysi xatodan saqlanish kerakligini yozadi. Shu tarzda kanal oddiy video joy emas, foydali tajriba almashish maydoniga aylanadi. Agar siz menga rahmat aytmoqchi bo'lsangiz, eng yaxshi yordam bu videoga like bosish, obuna bo'lish, fikr qoldirish va videoni kerakli odamga yuborishdir. Men uchun rahmat so'zining o'zi ham juda qadrli, lekin like va izoh orqali bu ma'lumot boshqalarga ham yetib boradi. Masalan, sizning qo'shningiz, qarindoshingiz, do'stingiz aynan shu mavzuda qiynalayotgan bo'lishi mumkin. Siz video ulashsangiz, u vaqtida to'g'ri yo'l topishi mumkin. Bugun men sizlarga ikkita asosiy fikrni yetkazmoqchi bo'ldim. Birinchisi, men har bir tomoshabinga chin dildan minnatdorman. Sizning e'tiboringiz, savollaringiz, tanqidlaringiz va tajribangiz kanalning rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Ikkinchisi, izohlarda savol berish ham madaniyat, ham amaliy ko'nikma. Savol qanchalik aniq bo'lsa, javob ham shunchalik foydali bo'ladi. Shaxsiy ma'lumotlaringizni ochiq yozmang. Faktlarni tartib bilan keltiring. Dalillarni saqlang. Hissiyotdan ko'ra aniq holatni tushuntiring. Katta va murakkab masalalarda esa izoh bilan cheklanib qolmang. Hujjatlar bilan mutaxassisga murojaat qiling. Endi sizdan so'rayman, siz izohlarda savol berganingizda eng ko'p qaysi muammoga duch kelasiz? Javob ola olmaslikmi? Savolni qanday yozishni bilmaslikmi yoki shaxsiy ma'lumotlarni yozishdan qo'rqishmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni izohlarda savol beradigan yaqinlaringizga yuboring. Keyingi videolarda men aynan sizlarning savollaringiz asosida yanada foydali mavzularni tushuntirib boraman.